Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar jamoati. Mana bugun xudo xolasa 6-7 noyabr. Kuz ham kelib qoldi. Mana jalpiroqlar o'ja sarg'ayib to'kilishni boshladi. O'ja mana ancha-muncha daraxtlar o'ja 50% to'kildi. Hozir bu videoni tortishdan maqsad mana kichkina ko'chatlar, bu yil bultiri egilgan ko'chatlar. Masalan mana qurg'ag'anida manlarning orasida. Qurg'ag'anda orasiga mana egilgan. Mana shunday ko'chatlar, mana o'sha sarg'ayganlari bor, ko'kida bor. Shularda hozir amal bor bunda. O'sha uyquga ham ketyapti. Bularda hozir mana mol, qo'y, o'sha odamlar qo'yverdi. O'shancha kirib bu shoxlarini yeb, g'ajib, sindirmasligi uchun mana shunday kichkina giloslarni jalpirog'ini olib tashlaganimiz yaxshiroq. Shu jalpiroqni jeyim deb shu shoxlarni, ingichka shoxlarni mol sindiradi, g'ajiydi. O'shancha buni birazgisi hozir qopilyapti. Bu ham ish emas. Mana shunday qilib tozalab qo'yish kerak. Mana bu yerda ham bor. Mana. Erinmasdan olib tashlasak, o'sha bo'ldi. Bular tomiriga bor kuchda bu yoqqa ishlamay, tomiriga ishlab turaveradi mana. Mana shu yangi ko'chatlar. Endi menda cho'ng dorda bular mol qo'ylar sindirmaydi uncha, ustiga chiqmaydi. Bular 1-2 kundan keyin menda qoqsa ham to'kilib ketadi. O'sha menda kichkina hali yaxshi bo'lganlar, zo'rg'a o'saman deyotganlarni ham shuni ham mollar sindirib olsa, shularda g'ajitda qo'ylar. Yaxshisi olib tashlaganimiz yaxshiroq mana. Uyquga yeb daraxt yetkazib qo'ydik. Shularda jeyk. Birazgisi sarg'ayib qolgan. Ularda qo'g'ib tashlasa ham bo'ladi bunday. Shu jalpiroqlarni jeyim deb shoxlarini sindirib tashlaydi. Birazga yerlarga ozgina bor ekan, men ko'kroq. Ularni 3-4 kundan keyin olib tashlasa bo'ladi. Mana qo'ylar jetpay turgan qilib olib qo'ysa yaxshi bo'ladi. 1 yil, 2 yil biznikilar shunday qoldi edi. Bunday qoldi edi. Qarasam, mol qo'ylar vobshe g'ajib tashlagan. Keyin 2-yili ertaroq kelib jalpiroqlarni olib tashladik. O'shanda vobshe mol qo'y tiygan yo'q-da. O'shanda aytdikda mana qaranglar. Mana shuni ham hozir jeyim deb buni bunday tushirib qo'ysak, mana o'zi sarg'ayib qolgan mana. Xudo xolasa buni kichkina qo'zi ham kelib g'ajib ketadi mana shu jalpirog'iga. Mana
ko'gi bo'lsa ham olib tashlayverasiz. Shu ko'gini jeyim deydi. Oyoqda cho'vni urayotganda sinib ketgan ekan. Mayli. Mana xudo xolasa. Shunday qilib tozalab qo'ysa o'ta yaxshi bo'ladi. Mana cho'ndori o'ja. Birazgisi mana o'ja to'gilib ham bitayin dedi. Iloji boricha mol qo'y kirgizbash keraksa, bizda odamlar o'sha mol qo'ydi. Qo'yvordi talalarga. O'shog'i bo'lsa ana osti jaqdaqlarni olib tashlaylik. Bu japrog'iga qaraganda skina sorti ekan. Cho'ng yaproqlari, buchurlari o'ta yaqin. Bu changatgan ekilgan sortdor. Mana oldi. Shu hurmatli bobonlar jamoati, shunday qilish kerak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga iyilik. Shuntilaringga Alloh baraka bersin.